zo'r kishilar bo'ladi. Dalada bo'ladi. Klientlar bilan gaplashish odobi ham bor. Juda ham yaxshi odam. Chiroyli gaplashadi, chiroyli muomala qiladi. Skalatga tushirib beramiz. Faqat okani oldirib olishimiz kerak ekan oldirib. Sen gaplashinglar bor. Sarvar gaplashadi hozir. Oldiradi, mahsulot tushiramiz. Etgancha. O'zbek transit. Yetib kelganimizni bildiramiz. Bizani ishxonada ham kuzatib turadi. Lokatsiyamiz bor, GPS'imiz bor. Telefonimizda joylar nomlari bor. Undan tashqari GPS'imiz bor. Qayerga yetib keldik, qayerga keldik, hammasi nazoratda bo'ladi. Mana okaga rahmat kattagon. Joy berdi. Baraka topishsin. Ishni boshlaymiz. Men kirib, xo'p, klientimizga naklonoy beraman. Mahsulot kelganini bildiraman, qo'l qo'ydiraman, pechga turdiraman. Keyin yo'limizda davom etamiz. Qaror bittasini berib ketaymi? Yo'q. Qo'l mijoz olib kelyapmiz. Ichkarida xolodilniklarimiz bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Fotootchot qilishimiz kerak. Kamera rasmga olamiz. Ularga hayron bo'ladi mahsulotlar. Rahmat qizim. Bunisi yomonligi. Xo'p, mayli. Biz ogohlantiramiz. Salom alaykum. Prямой эфирmi? Ha, prямой efir. Faqatga nima ish qilyapti bilan olaveramiz. Nima bo'ldi, ona? Turta samsaga ham to'lamabman. Nima somsa? Ro'sha kirdashdi. Nima gap, aka? Tuzumsiz? Chaqirmay qo'ydingiz. Yo'q, ozgina Ancha bo'ldi kelmaganimizga. Ha. O'zim yo'q, ko'p tushirolmanda. Ha. Ko'p tushiroldim. O'shanga hozir kecha kelib qoldi Muslim. Muslim chiqartirib qara qilsang bo'ladimisan? Bo'ladi dedi. 1-2 kundan qo'raman-da. Halo. Nima? Yashiklar bor ekan. Bo'ldi. Bo'ldi, aka. Xo'p. 10 ta yashigi bor ekan. Ha, hozir olib chiqadi bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Aka, salom. Tarix hozir ketaman. Pechat tushirib oldi. Mahsulot tushirishni boshlab yotibdi. Sarvar. Mahsulot tushirib bo'lgandan keyin yana keyingi tochkamizga boramiz. Qorin oshdi lekin obedni qilamiz, yana ishni davom ettiramiz. Xullas, aytadigan gapim bor. Xolodilnikda ozgina tartibsizlik bor ekan. Buni olish shart emas. Hozir kirib o'zim gaplashib chiqaman. Kamerani o'chirib turamiz. Xo'p.